Hayotda hammamiz ko'p guvoh bo'lamiz. Xoh er-xotin masalasi bo'lsin, xoh oshna-og'aynichilik, xoh ikkita begona bir-biri bilan misol erkak-ayollar bo'lsin, tortishib qoladi, o'rtalarida janjal kelib chiqadi. Shunda bor imkoniyatlarini solib, bor vajohatlari bilan, bor kuchlarini ishga solib turib, bir-biri bilan aytishadi, dedi, nimadirlar aytishib, so'kib, xullas bir-birini haqoratlaydi qo'ldan kelgancha. U ham yetmagandek oxirida bir-birini urushga o'tadi. Tabiiyki kimdir yo o'sha boshida gapni o'zidan yeb qo'yishi mumkin, yo bo'lmasa mushtlashib kelsa o'shani o'zidan yeb qo'yishi mumkin. Shu narsani oxirida keyin nima qiladi? Sani xudoga soldim deydi, qarg'aydi, boshqa qiladi, ichida alam o'tib ketadi. Shuni yechimi bor. Bitta yechim bor. U qanaqa yechim desangni, o'sha janjal boshlanmasdan oldin kimni axloqi kuchli bo'lsa, kimni iymoni kuchli bo'lsa, o'sha inson o'sha sizga xoh nohaq bo'ling, xoh haq bo'ling, o'sha insonga siz eng go'zal xulq bilan javob qaytarishingiz kerak. Sizni haqoratlab turibdimi, ustingizda misol uchun murosa qilishga aqlingiz yetadi. Misol uchun u ham bitta musulmon. O'sha holatda siz unga eng go'zal xulq bilan javob qaytarishingiz kerak. Ming jahlingiz chiqib, uni haqoratlashga aqlingiz yetib turibdimi, o'sha holatda jahlingizni bosib, o'zingizni qo'lga olib, unga eng go'zal xulq ko'rsatsangiz, shu insonni qalbini zabt etishingiz mumkin, xoh er-xotin masalasida, xoh boshqa masalalarda.